Assalomu alaykum, hurmatli Blood bu kanal a'zolari. Jigarlar, o'tgan marta sizlarga bog'lab iPad va 120 FPS qilish videosini chiqargandik jigarlar. Mana ko'plarda bog'lab vaqt o'tib, bu ishlamay qoldi, har qanaqa vaziyatlar bo'lib qoldi jigarlar. Bugun jigarlar hammasiga yechim jigarlar. 120 FPS Full HD ochib beradigan Polni jigarlar maza qilib o'ynaysizlar. 15 FPS mi? Farqi yo'q. Telefonlaring necha FPS bo'lsa jigarlar 120 dan 165 FPS gacha polni ochib beradi jigarlar. Jigarlar, mana shu videoni ko'rayotganlar sizlarga foydasi tegadi jigarlar, bilaman. Kanalimizda hozir statikasi jigarlar 70% odam bolalar obuna bo'lmasdan kuzatyapti jigarlar. Mana shu videoni ko'rgandan keyin jigarlar, mana shu videoga bir like, komment, kanalga podpiskani bosib jigarlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'lar. Eng yaxshilari, eng birinchilari jigarlar bizada bo'ladi. Hozir jigarlar sizlarga hozir qo'limda i56 telefon jigarlar. Hozir PUBG ga kirib tekshiraman. O'zlaringlar bilasizlar. i56 telefoni jigarlar 160 FPS ochadi jigarlar. O'tgan marta videoda ko'plar aytishgan ekan, aka, tez qilibsiz hamma narsani. Sal sekinroq qiling. Biz ko'rmay qoldik, tushunmaganlar ko'p bo'ldi deganlar uchun jigarlar, bugun 0 dan sekin hammaga bolalar ko'rsatib o'tib ketaman jigarlar. Bemalol bola bugun ko'rishlari mumkin. Bu bola 100% ko'plar aytayapti, cheat bit, hech qanaqa bola cheat emas, prosta bola PUBG joy bola almashtirasizlar bola, bir ikki joy, bitta joyni almashtirasizlar, bo'ldi jigarlar. Boshqa hech qanaqa ban beradi, tuda ham qiladi, suda ham qiladi degan odamlarga ishonmanglar. Hech qachon bolalar PUBG da faqat cheat ban beradi. Bu bola cheat hisoblanmaydi. Bu bola cheat hisoblanmaydi. Chunki bola buni hech qanaqa funksiyasi yo'q bola buni. Hozirga ko'rsatib o'tib ketaman. Noqo'ylar sirasi tashlaydi chat. Mana qaranglar bola jigarlar sirasi tashlaydi. Kirish bilan qarab turadi-da. Короче, mana bola, mana uni bola kelmaydi, ana hozir chiqadi, ana ko'rsatib ketadi. Mana jigarlar sizlarga ko'rsatib ketay. Bola mana uni bola o'zlaring masalan to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Hozir menda 150 gacha ko'tariladi. Agar mana uni hozir qo'shganimdan keyin bola 1000 gacha ko'tarib o'ynasanglar bo'ladi. Bemalol yorug'likda chotka qilib. Hozir jigarlar mana ko'rib turganlaringiz 60 FPS jigarlar, mana hech qanaqa nosi yo'q, 60 FPS. Tak, xidirida bolalar, xidana. Xidirida 45 FPS ga tushib qoladi jigarlar. Hozirlarga bolalar xidirida hammasida bolalar chotka maksimal o'ynash degan shu narsani qilamiz jigarlar. Qaranglar bolalar. Bizani hozir ishlatadigan programmamiz jigarlar, keyin ishlatadigan faylimiz hammasi Telegram kanalimizda jigarlar. Telegram kanalga qanday o'tamiz desanglar bo'lar. Mana shu hozir ko'rayotgan videolaringiz jigarlar kommentariyasida bo'lar Telegram kanalimiz turadi. O'sha yerdan bemalol olishlaringiz mumkin, qo'shilib qo'ysanglar jigarlar. Bundan keyin ham yangi chiqqan videolarimiz, shunaqa foydali videolardan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Короче, hozir bo'lar mana YouTube profilda mana havola degan joyda bossanglar, mana birinchida Blood Telegram kanalimiz turibdi jigarlar. Agar kommentariyada bo'lmay qolsa ham. Endi bolalar, короче, bizga Mitti Manager programmasi kerak bo'ladi jigarlar. Mana Mitti Manager. Bu ham bolalar Telegram kanalimizda bo'ladi bu programma ham. Qaranglar bolalar, diqqat bilan qaranglar. Mana ikki taraf mana shunaqa oyna ochiladi sizlarda ham. Birinchi tarafda Androidda bosamiz. Data degan tugma turadi jigarlar. Dataga o'tamiz. Datadan sal pastroq o'tishamiz jigarlar. Content ig degan papka turadi jigarlar. Ustidan bitta bosamiz, keyin mana Felis degan tugma chiqib keladi. Felisni bosamiz jigarlar. U Ether Game degan joy turibdi. Qaranglar bular. U Ether Tort Game. O'shani bitta bosamiz jigarlar, keyin Shadow Track Extra, Shadow Tracker Extra yana bitta jigarlar. Keyin xuddi mana shu joyi chiqib keladi sizlarda. Keyin bola Savet degan joy turibdi, mana Savet. Savetni bitta bosamiz jigarlar. Keyin bola mana yerda Pax degan joy bor. Mana ko'rayotganingizdek 4 ta harf Pax degan joy. Pandora yo Pingga kirmaylar, faqat Paxga kirasizlar bolalar. Keyin bu tarafdan Androidga o'tasizlar. Masalan, sizlar bolalar davlatga tushadi bu narsa. Davlatga tushadi jigarlar. Sizlarga davlatga chiqib, Blood super xidiri 120 FPS degan mana shu narsa chiqib keladi jigarlar. Sizlar davlatdan Telegram shunaqa joydan qilib olsanglar bo'ladi. Hozir men bola bu yoqqa o'tkazib qo'yganim uchun men bu yoqda turibdi. Ustidan bitta bosamiz jigarlar bu papkani. Gami pash ustidan bitta bosib turamiz jigarlar. Copy degan tugma chiqib keladi. Copyni bitta bosamiz. Qaranglar, nusxa olishga qaranglar. Xuddi mana shunaqa ikkita o'yinni, birinchi o'yinni mana shunaqa bo'lishga, ikkinchi o'yinni mana shu Blood super xidirini ustidan bitta bosib, xuddi mana Gami pash degan tugma ustidan bosib turamiz jigarlar. Copy degan tugma turadi. O'sha copyni bitta bosib qo'yamiz jigarlar. Copyni bosgandan keyin mana cancel ok chiqib keladi. Okni bitta bosamiz jigarlar.
keyin bu yerda apply to akirach o'shaqa narsada o'shani belgilaymiz degan jigarlar, bitta OK bosamiz, bo'ldi jigarlar. Endi bo'ldi sizlar bilan PUBG ga kirib ko'rib tekshirib ko'ramiz jigarlar. Hop, oppa oson. Bu qiyin emas jigarlar. Prosta qiynalib, masalan, klassika o'ynayotganlar, TDM o'ynayotganda telefonlaring qotib jonga teggan bo'lsa sizlarga bo'la, plyusov narsa. Hech qanaqa bam berib, u qilib, bu qilib, sizlarni qiynab, qarochi unaqa narsa qilmaydi jigarlar. Prosta tak mazza qilib o'ynaysizlar bo'la. O'sha mazza qilib o'ynayotganlaringda meni bir eslab qo'ysanglar bo'ldi bir. Lekin bola обязательно ko'rganlaringdan keyin jigarlar aytayotgan gapim 70% odam kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatadi jigarlar. Shuni ozgina statistikasini tushiraylik bo'ldi. Sizlarga foydasi tegadigan videolar chiqadi. Shunday bo'ldi, ekran ustiga shunday 2 marta bosamiz bu ekran ustiga debman bo'ldi. Pastda like bilan bo'ladi. Obunani bitta bosib qo'ysak bo'ldi jigarlarim. Endi bo'lsa tak что mana xuddi shunaqa o'yna ketdi bo'la. Sozlamaga bitta o'tsak, grafikaga bitta o'tsak, mana-da jigarlar, qarochi, Superlavon 120. O'zlaring mayda sozlab olaverasizlar jigarlar. Bemalol. Mana uni qaranglar, 150 deb borku, bitta mana uni qilsanglar 1000 ga chiqib ketadi. Bitta ko'paytirsanglar. Qarochi bola bizga 150, ona enim yurib olasiz. Bizga mana 200 ham netadi ukam. 190lar bizga normallikda. Keyin bola mayda o'zlaringga bemalol sozlab olaverasizlar. Mana qo'lda sozlashga o'tkazib, mana uni shunday o'tkazsanglar jigarlar, qo'lda sozlashda mana 165 FPS gacha ochib beradi jigarlar. 165 FPS qo'lda sozlashda. Qarochi bola mazza qilib o'ynaysizlar bola. Mana lobbida ham bola 90 unaqa emas, lobbida ham 120 jigarlar. Sizlarga mana shunaqa ko'rinib turaveradi, lekin bola bu 165 FPS ochib beradi jigarlarim. Keyin bola xidiriga o'tkazsanglar, xidirida ham 120 jigarlar. Ravonga o'tkazsanglar, ravonda ham, xidirida ham hammasi bola 120 dan qarochi. Keyin bola buni bostirib ko'rsatamaslarga bola, mashq maydonga o'tamiz. Silliqlanishi hammasini bola ko'rsanglar bo'ladi. Tikta takoya, hozir 1 minut. Mana jigarlar ko'rayotgan bo'lsangiz silliq, mana 120 bola qaranglar. Ko'rayotgan bo'lsangiz jigarlar, hech qanaqa grafikada minus yo'q mana. Prosta jigarlar zaryadlaring ham mo'shniy bo'ladi bo'laman. Harakati ham vashshi cho'tga bo'ladi jigarlar, hech qanday qiynalmaysizlar jigarlarim. Bemalol mazza qilib o'ynaysizlar, radnoylar. Sizlar bilan jigarlar Blatata pubik bo'ldi jigarlar. Tak. Mana jigarlar, xuddi aytgan narsalarim hammasi Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanalimizga YouTube profilda yoki kommentariyada bo'ladi jigarlar. Kommentariyaga jigarlar o'xshasa o'xshadi deb yozib bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, cho'tki video chiqadi bo'ladi. Agar pinglaring baland bo'layotgan bo'lsa, mana ana Pubik Mobile VPN mana shu bola o'rnatsanglar, pinglaring cho'tki bo'ladi, optimizatsiya hammasi bo'ladi, cho'tki o'ynaysizlar jigarlar. Hammaga sog'lik, salomatlik jigarlar, sizlar bilan Blatata bo'ldi. Keyingi videolarda kutib qolamiz sizlarni.